Bunaqa narxga uy olib ulgura olmasanglar, ertaga 3 xonagadan xafa bo'lmanglar. Xo'p, Yunusobod 13-kvartalda 2 xonalidan 4 xona общий koridor uy chiqqan. Mana joylashgan joy. Leonni ko'ryapsizlarmi? 9 etajga. Xullas 2 xonadan 2 ta uy. Joylashgan joyini mana bilasizlar mana. Bozor, metro, Megaplanet, yo'l yuzi, zo'r lokatsiyada nuqul telefon qilib, metro liniya bo'lsin, Megani bozor oldi bo'lsin deganlarga mana ulgursanglar ulguringlar. Hozir ichlarini ko'rsataman. Mana kirib kelaverasizlar, mana общий koridor. Xo'p, men bardakiga ahamiyat bermaymiz. Bu yerda aytganimdek, mana ikkita xonadon. Bu yoq hozir yopiq, ataki o'zi bir xil remontlari, mana ochuv tarafidan tushuntiraman. Xo'p, kiraverishlar mana katta keng. Mana zalni ko'ryapsizlarmi? 5 ga 6 katta zal, mana devorlari oldin bir sizlar remont bo'lgan. Qilaman desanglar osonroq kechadi. Xo'p, mana bu yog'imiz mana oshxona. Oshxona ham katta keng. Xo'sh, endi bu yog'imizga kelamiz. Mana hammom tualetlari mana bu yoq tarafda. Birma-bir ko'rsaturing. Mana bu yog'imiz mana endi spalniy xona. Spalniy xona, xullas, срочный zo'r narxlarda harakat qilinglar, ulgursanglar, urgulinglar, ertaga avslarni yurmanglar. Xo'p, narxi 56.500. Unaqa ko'p o'tilmasak ham, joy shikara joy aytganimdek harakat qilinglar. Ikkitasi sotiladi. Xohlasanglar bittada olib 4 xona qilib, 100 kvadrat qilib yashanglar, 100 dan ham oshadi, tamom.